Assalomu alaykum aziz obunachilar, qush ishqibozchilari. Mana qushlarimiz ko'payishni boshladi, xudo xolasa. Kun isib olib, tuxum qo'yib ochishni ham boshladi. Qisqacha men tanishtirib o'taman. Baho berasizlar, xudo xolasa. Yo'qsa like bosib qo'yasizlar. Mana bular Amadina qushlari mana. Mana u yerda oqlari yuribdi. Oq Amadinalar mana. Bu yerda boshqacha ranglari. Mana. Bu Tiflisda mana shlaka blogi orasiga hashak tashib, in qurib, mashina ichida ochib chiqyapti. O ichida ham 5 ta 6 ta turibdi. Mana yaponskiy Amadinalar. Mana bu yerda ham ochishni boshladi. Pastida 5 ta bolasi bor. Mana burchakda ham 5 ta bolasi bor. Mana shu yerda ham katta bo'lib qoldi. Hozir ko'rinmayapti. Qorong'ilik qilyapti. Katta bo'lib qoldi bolalar ham. Yaqinda uchirma bo'ladi endi bular. Mana bular Amadina qushlar. Mana bu yerda kanareyka bor mana. Kanareyka bittasi ochib chiqdi mana bu orada oq idishda turgani. 4 ta tuxum qo'yuvdi. Mana tepaga bittasi hashak tashyapti. Joy qilyapti shu tepaga. Mana hashak tashib joy qilyapti shu tepaga. Mana bu qizillari, zarg'ollar ranglari mana shu erkak. Ichida sava ham bor. Mana bu yerda turgan sariq ham bugun ochib chiqadi. Mana. Yine o tepada mana tuxum qo'yyapti. İdishda. Bugun tuxum qo'ydi shekilli yotibdi. Mana tepaga tashyapti. Mana da anjirella qushimiz bor mana. Buni ham ayoli tuxum bosib yotibdi. Beshta tuxum bosib yotibdi buni ham. Mana bu qizil anjirella bor mana. Rangli. Bu ham tuxumga harakat. Bir ikki kundan beri uyasiga tinmay kirib chiqyapti. Joy qilyapti. Mana uyasiga kirib chiqyapti mana. Ayoli ham. Mana ayoli. Urg'ochisi. Bu urg'ochisi mana. Buniki bosib yotibdi. İdishda. Endi mana edi valnestiy bor. Bular ochib chiqdi ko'pi. Mana valnestiylar. Mana bu idishda ham ochib chiqqan. Mana bolalari 5 ta bolasi bor ekan. 5 ta bolasi bor deydi. Hamma idishlarda bola tuxum shunaqa. Mana unda bor mana. Mana bu yerda bolalari bor mana. Bitta, ikkita, uchta, 4 ta ekan mana. 4 ta. 4 ta bolasi bor ekan. Mana bu tepada ochib chiqdi.
Bunun ichida ham bir 2tamikin 3ta bolasi ko'rinadi. Bu yoqda bor mana. Mana katayni mana qilib berganman Teplisaga. Teplisada ham ishxona bor bu yerda, ham qushlar ham bor. Keyin ko'paygan sari sekin-sekin endi kengaytirib boraveramiz. Hozircha 6 ta bor bu yerda. Mana bolalarimni bu yoqqa olib qo'yganman. Kecha oluvdim bolalarini. 9 ta bolasini ajratib qo'ydim. Mana bu idish ichida karella yotibdi, jup. Ular ham tuxum qo'yish. Menimcha qo'ydi ham shekilli tuxum. Mana unda maska hashak tashyapti. Mana hashaklari ham chiqib qopti. Mana bunda maskalar bor. Mana maska qushlarimiz. Teplisaning ichida mana shular. Mana qilib bo'lib qo'yganman. Bo'lib qo'yganman shunaqa qilib. Mana bu idishlarda ham tuxum qo'yibdi, hashak tashigan. Mana. Mana. Mana eshikdan kiriladi, kichikroq eshik qilib qo'yganman. Tepasi setka. Mana tepasi setka. Bu yerdan chiqib ketsa ham bu setkadan chiqib ketmaydi. Shu Teplisada uchib yuraveradi. Mana. Uchib yuraveradi, hech qanaqa chiqib ketish yo'q. Boshida boshlagan birasa chiqib ketdi. Endi yo'q, chiqish yo'q endi. Xudo xolasa maniga ham bitta yana двойной qilib ikkinchi eshikni ham qilib qo'yamiz. Bittasini yopganda ikkinchisidan chiqargan qilib. Mana sabzilarni salat qilib qo'yib berganman mana. Bola boqishga sal yaxshiroq to'ydirishga. Quruq dondan ko'ra. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Yana yangi videolarni tashlab turaman. Rahmat sizlarga ham mana.